Bolalar bog'chasiga qanday moslashish kerak? Sizga va farzandingizga bolalar bog'chasiga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradigan 5 ta qadam mavjud. Birinchidan, farzandingiz u yerga borishni boshlashdan oldin bolalar bog'chasi tartibiga o'rganib qolsin. Bolalar bog'chasida jadval qanday ekanligini bilib oling va uy jadvalini bolalar bog'chasidagi jadvalga moslashtiring. Va hatto dam olish kunlarida ham bunga rioya qiling. Ikkinchi qadam, guruh va o'qituvchi bilan uchrashish uchun bolalar bog'chasiga boring. Ota-onalar o'qituvchi bilan aloqa o'rnatishlari muhim. Shunda bola siz kattalarga ishonganingizni his qiladi va xotirjam bo'ladi. Uchinchi qadam, bolalar bog'chasida vaqtni asta-sekin oshiring. Dastlabki 2 hafta chaqaloqni bog'da bir necha soat, keyingi hafta tushligacha qolishiga ruxsat bering. Taxminan 4 soat. Keyin bolani uyquga qoldiring. Taxminan 6 soat. Va keyin asta-sekin bola kechqurungacha qoladi. Ammo jarayon qiyin bo'lsa, chaqaloqni erta olib boring. 4-chi qadam. Buning uchun qaytib kelishingiz uchun aniq vaqtni bering va hech qachon kechikmang. 5-chi qadam. Eng muhimi, o'zingizning xayrlashuv marosimingizni oylab topishdir. Masalan, bolangizning kaftiga o'pib qo'ying va kelishib oling. Agar kichkintoy onasini sog'insa, o'pilgan qo'lini yuziga qo'ysin, xuddi siz yonida bo'lib, uni o'payotgandek. Sabrlik bo'ling va yodingizda tuting. Moslashuv jarayoni bosqichma-bosqich bo'lishi kerak va ko'z yoshlar bo'lishi mumkin. Axir kattalar ham yangi jamoaga kelganda xavotirlanib, hayajonlanishadi. Endi hali his-tuyg'ulari va yangi tajribani boshqarishni bilmaydigan kichkina bola haqida nima deyish mumkin?